Banklar kredit bermayapti. Banklar qanday sabablarga ko'ra kredit bermaydi? Kredit tarixi yomonligi, scoring bali pastligi uchun yoki bo'lmasa rasmiy daromadga ega bo'lmasangiz. Xo'sh, bunga qandaydir yechim bormi? Albatta bor. Odatda kredit tarixiga katta ahamiyat bermaydigan tashkilotlar mavjud. Bular mikromoliya tashkilotlari va lombardlardir. Bu tashkilotlar odatda kichik miqdordagi garovsiz, ortiqcha hujjatlarsiz, ammo yuqori foizda kreditlar beradi. Masalan, eng kami 1-5 million so'mdan eng ko'pi 100 million so'mgacha garovsiz. Bunda yana ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan muhim jihat bu qarz yuki. Ya'ni sizning mavjud daromadingizga nisbatan qancha miqdorda kredit yoki to'lov majburiyatlaringiz borligi hisoblanadi. Odatda qarz yuki 40-50% dan oshmasligi tavsiya etiladi. Albatta, har qanday moliyaviy xizmatda bo'lgani kabi, bu yerda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Foiz stavkalari, to'lov muddati va shartlarini diqqat bilan o'qing. Sababi har bir qarz bu mas'uliyatdir. Ha, aytgancha, mikromoliya tashkilotlarida islomiy moliyalashtirishga oid murobaha, islomiy ijara, salam, musharaka va muzoraba xizmatlari ko'rsatishga ruxsat etilgan. Joriy yilning yanvar-mart oylarida 415 million so'mlik islomiy moliyalashtirishga oid xizmatlar ko'rsatilgan bo'lib, ushbu ko'rsatilgan moliyaviy xizmatlarning barchasi murobaha xizmatiga to'g'ri keladi. Islomiy moliyalashtirish bo'yicha keyingi videolarimizda batafsil yoritib beramiz.